Hazreti İsa ko'zini alishga tikib, mundaq duo qildi. Ey ata, mening vaqt soatim yetib keldi. Sen o'g'lingning ulug'lig'ini ayon qilgin. Buning bilan o'g'lingmi ulug'lig'ingni ayon qilsin. Chunki sen uningga butkul insoniyatdan ustun huquq ato qilding. Buning bilan sen uningga bergan odamlarning hammasiga mangulik hayot ato qilsin. Мәңгілік hayat болса, haqiqiy birdan bir Xudo seni va sen avatgan Ayso Masihni tonuştur. Men sen manga buyurgan hamma ishlarni o'rindash bilan sening ulug'lig'ingni yer yuzida ayon qildim. Ey ata, sening yeningga qaytganimda dunyo opirdi bo'lishdan burun biz bahrimon bo'lgan ulug'liqdan meni qayta bahrimon qilgaysan. Sen bu dünyada bana tanlab berganlarga seni ayon qildim. Ular seninki edi. Ularni bana berding. Ular sening so'zingga amal qildi. Ular sen bana bergan hamma narsalarning seningdan kelganligini endi bildi. Chunki sen bana qilgan so'zlarni ularga yetkizding. Ularmi qabul qildi. Sendin kelganligimni haq deb bilib yetdi. Hamda meni avatganligimga ishondi. Bularga dua qilaman. Bu dunyoning odamlarga emas, balki sen menga bergan odamlarga dua qilaman. Chunki ular seninkidir. Meningki seninkidir. Seninki bo'lsa meningkidir. Mening ulug'lig'im ular orqali ayon bo'ldi. Men endi ayrilish oldida turaman. Ularni bu dunyoda qoldirib, sening yeningga ketyapman. Ey muqaddas ata, ularning sana bo'lgan sodiqligini saqlag'in. Biz ikkimiz bir bo'lgandek, ularmi bir bo'lsin. Men ular bilan birga bo'lgan vaqtimda ularning sana bo'lgan sodiqligini saqladim, ham qo'g'didim. Ularning ichida halokat yo'lga mangan kishidan boshqa birimi yo'qolmadi. Mana endi sening yeningga ketaman. Ularning qalbida mening xushallig'im to'lib toshsin deb bu so'zlarni dunyodagi vaqtimda so'zladim. So'zlaringni yetkizdim. Bu dunyoning odamlari ulardan nafratlandi. Chunki men bu dunyoga mansub bo'lmaganimdek, ularmi bu dunyoga mansub emasdir. Ularni bu dunyodan ayirvat deb emas, balki shaytondan saqla deb tilayman. Ben bu dunyoga mansub bo'lmaganimdek, ularmi bu dunyoga mansub emasdir. Ularni haqiqating orqali o'zingga otg'izgaysan. Chunki sening so'zlaring haqdir. Sen meni dunyoga avatganingdek, menmi ularni dunyoga avatdim. Ularmi o'zlarini haqiqiy otsin deb o'zimni sana atayman. Men ular uchunla emas, yana ularning yetkizgan so'zlarini anglab, menga e'tiqod qildiganlar uchunmi duo qilaman. Ularning hammasi bir bo'lsin. Ey ata, sen menda, men senda bo'lgandek, ularmi bizda bo'lsin. Shu orqali bu dunyoning odamlari meni sening avatganligingga ishonsin deb duo qilaman. Biz ikkimiz bir bo'lgandek, ularmi bir bo'lsin deb sen menga bergan ulug'likni ularga ato qildim. Men ularda, sen menda. Bu ularning ittifoqligining mukammallashishi uchundir. Bu dunyoning odamlari shu orqali meni avatganligingni hem meni sevginingdek menga e'tiqod qilganlarni so'ydiganligingni bilsin.